Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Quva tumanining Xonobodga olib keldik. Mebellarimizni xudo xolasa o'rnashtirdik. Kecha Rossiyada ishlaydigan ukamiz, Shunudin degan ukamiz bor ekan. Xudo xolasa ular zakaz berishdi. Mana kech kun bilan bitirib olib keldik. Xudo xolasa mana tremorlarimiz, devorlarimiz, shkaflarimiz o'ta sifati yaxshi. Aka, yoqdi. Chiroyli bo'lgan ishlar. Alomatlarni bersin, tinch salomat bo'linglar. Ko'p xizmatini qilib, baraka topinglar. Xudo xolasa Shunudin ukamizga ham rahmat. Tanjoni salomat bo'lsin. Mana o'sha uylanish niyatida ekan. Xudo xolasa chiroyli qilib mebellar o'rnashtirib berdik. Sizlarda ham talab ustalar bo'lsa, bo'ydoqlarga xudo xolasa yetkazib o'rnashtirib, chiroyli qilib mana bir kunda yetib kelyapti. Mebellarimiz xudo xolasa aytgandan ham ziyoda bir haftaga va'da berilgan. Bir kun oradan bir kecha o'tib mana yetib kelyapti. Xudo xolasa sizlarda ham talab ustalar bo'lsa, pastga telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Behijolat murojaat qilishlari mumkin. O'zbekiston bo'ylab vohada vodiyliklarga dastlabki ustunovka tekin. Vohalarga bo'lsa, aytga kelishilgan holatda yetkazib beramiz. Xudo xolasa behijolat murojaat qila olasizlar. Uylanmagan bo'ydoqlarga dirs urib aytib qo'yasizlar. Rahmat usta, sog' bo'linglar. Salomat. Biz xursandmiz. To'ylar Bo'lsa yaxshiliklarga to'ylarga kelinglar. Inshaalloh. Ukamizdan tan joni salomat bo'lsin, xudo xolasa. O'chiraman.